Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana Ozod Bro kanali. Bugungi obzorimizda kengroq bo'ladi. iPhone 11 ga to'liq to'xtalib o'tamiz. 2026-yil iPhone 11 ni sotib olsa qanchalik to'g'ri yoki arziydimi? Mana shu narsaga to'xtalib o'tamiz. Hamda narxlarga biroz to'xtalib o'tamiz. Xo'p, hozirgi kunda iPhone 11 haligacha ham aktual. Birinchi sababi 2019-yil 10 sentyabrda ishlab chiqarilishiga qaramasdan hozirgi kunda ham iOS 26 ni qo'llab-quvvatlayapti va eng so'nggi yangilanishlarni qo'llab-quvvatlab beryapti. Xo'p, dizayni gap bo'lishi mumkin emas. Orqasi shishadan qilingan. To'g'ri, uncha qirilib chizilib ketmaydi-yu, lekin juda ham chiroyli. Men mana buni chiqozsiz ishlataman. Uncha chizilib yoki qirilib ketmagan. Va steklosiz ham ishlasa bo'ladi. Qirilib chizilib ketmaydi bemalol. Kamerasi qirilmaydi, chunki material yaxshi. Safarindan qilingan. Uncha tushib ketsa ham shikast yemaydi. Kamerasi yaxshi. Xo'p, alyuminiy korpus. Alyuminiy bo'lgani uchun tushganda pachaq bo'lsa yaxshigina bilinib qoladi, qirilsa yaxshigina qiriladi. Bu qaysidir tomonlama yutuq, qaysidir tomonlama yutuq bermaydi. Shu tomoniga. Endi yonida bitta nano sim karta ketadi hamda Lightning quvvatlagichi bilan jihozlangan. Lightning stereo kolonka hamda switch bezukli rejimi. Yo'tal tutib qoldi. Xo'p, kamerasi uchala oldi kamerasi ham 12 megapiksel hamda asosiy kamerasi 12 megapiksel hamda keng burchakli video tasvirga olmoqchi bo'lsangiz 0.5 kamerasiga ham bu ham 12 megapiksel. Orqada ikkita 12 megapiksel, oldida bitta 12 megapiksel. Kolonkalar stereo juda ham yaxshi ovoz effektlarini beradi. Xo'p, ishlashi qo'lga turishligi juda ham udobniy. Ekrani biroz OLEDga nisbatan sal yomonroq bo'lgan LCD ekran bilan jihozlangan, lekin qirilish, sinishdan yaxshigina himoyasi bor. IP68 ga ega, suvga ham chidab beradi. Hozirgi kunda chang suvga chidab beradi. Endi suvga tiqib ishlatishingizni to'g'risi maslahat bermayman. Biroz suvdan qo'rqadi-yu. Xo'p, yana bitta narsasi, bitta nano sim karta ketadi bo'ldimi desangiz, agar yetmasa, hozirgi kunda hamma kompaniyalarda bor eSIM. Bunga bitta eSIM o'qiydi. Eng kuchli tomoni yana bitta narsasi, iPhone 11 da eSIM ketadi. eSIM qo'ysangiz ikkita bo'ladi hamda umuman muammosiz ishlaydi. Kameralari 4K 60 fps bemalol olib beradi, slow motion, timeless hamda shularni olib beradi. Xo'p, batareyasi biroz slabroq, 3110 mAh. Hozirgi kunda eskirgan batareyalari bilan 8 soat yoki ishlasangiz 10 soat ishlab beradi. O'yin o'ynayman desangiz PUBG ni bemalol ko'tarib beradi. PUBG ni ko'taradi. Xo'p, Instagramga video olib joylasangiz yaxshi kачествоda joylab beradi. Umuman muammo yo'q. 4K 60 fps, 30 fps, 25 fps dan joylasangiz ham bo'ladi. O'zgartirsangiz bo'ladi. Kameralarni nastroyka qilsangiz, kamerasi juda ham chotki. 0.5 video syomka qiladi. Xo'p, narxi bozorlarda, do'konlarda $250 dan $320 gacha ekan bozorlarda. Endi qo'ldan kimgadir pul zarur bo'lib qolsa, sotib olsangiz 2 million, 2 million 200, 2,5 million, 2 million 700 gacha zo'rinda olsangiz bo'ladi. Va bu telefon 2026-yil siz uchun sotib olsangiz juda ham mos keladi. Birinchi tomonlama budjet, mablag' tomonlama oqlaydi o'zini. Juda ham kuchli xususiyatlarga ega. Bu flagman bo'lib chiqqan, budjeti bo'lib chiqmagan. Qotmaydi. To'g'ri, 2026-yilga yangilanish keyingisi keladi. Bu yangilanish katta ehtimol bilan bunga
u yangilanishni ko'tarmasa kerak. Chunki iOS 26da biroz qotayapti bu. Lekin qotishlari deyarli bilinmaydi. Androiddan iPhone'ga o'tgan odam buni ishlatsa, unaqa qotishlari borligini bilmaydi. Lekin iPhone ishlatib yurgan, avval eski versiyasida ishlatsangiz, unaqa qotishlar bo'lmaydi. iOS 26 ni haligacha qo'llab-quvvatlayapti. Bu yana bitta yutuq tomoni. Va kamerasi hamda stereo kolonkasi hamda bu PUBG ni bemalol ko'tarib beradi. Ekran o'lchami 6.1 duyum, ekranni o'zi LCD, ya'ni OLED dan sal pastroq bo'lgan ekran. Kimdir yomonlashi mumkin hozir. Androidchilarga to'g'ri ko'pchilikka yoqmaydi bu narsa. Lekin PUBG ni zo'r ko'tarib beradi. Tan olsalaring bo'ladi, Androidchilar ko'pchiliklaring bu narsada iPhone'da o'ynaganlar ko'pi hozirgi kunda mablag' jihatidan PUBG ni ko'tarib beradigan bu bo'lgan iPhone yaxshigina ko'tarib beradi. Ya'ni 3 milliondan yuqori bo'lgan telefonlarda PUBG o'ynasa, mana bundagidek effekt yoki kачество bermaydi. Buni batareyasida to'g'ri o'yin o'ynasangiz 3 soat, 4 soatga yetishi mumkin, lekin bitta quvvatlagich bilan yoki power bank bilan cheksiz o'ynasangiz bo'ladi, charchab qolganingizcha. Bu xususiyatlari shu tomon. Agarda sizga mana Samsungning 17, A17, A26, A36 telefonlari bor. O'shalardan bu sotib olsangiz iPhone 11 yutuq beradi. Chunki birinchidan ekrani yaxshi, kolonkalari, kameraga olishi hamda Instagram yuritsangiz, Instagramga video qo'yib yursangiz ham, ko'pchilik video joylasa kerak. PUBG o'ynasangiz ham, boshqa qilsangiz ham bu har tomonlama javob beradi. Kontent iste'mol qilsangiz ham kачествоsi zo'r. Xo'p, yana nimalari qoldi? IP68 chang va suvdan himoyaga ega. Suvga tiqib ishlatishingizni maslahat bermayman, lekin himoyasi bor. Xo'p, hozirgi kunda nima deb o'ylaysiz? Buni sizningcha bu narsani 2026-yilda sotib olsa bo'ladimi? Arziydimi? Sizningcha qaysini sotib olgan yaxshi yoki qaysi telefon bilan solishtirib taqqoslab beraylik? Shu narsani bitta izohlarda yozib berib keting. Va qaysi telefonlarni yana kengroq darajada obzor qilib beraylik. Mana shulardan izohlarda yoritib ketsangiz xursand bo'lardim. Obuna hamda yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardik. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Ciao.